Assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi oshxona mebelimizni o'rnatib oldik. Bu mebelimizni Andijon tumani Xiravey qishlog'iga o'rnatib berdik. Xo'p, bu mebelimizni obzorini boshladik. Bo'lmasa, общий uzunligidan boshlaymiz. Uzunligi 3,5 metr joyga tushdi. Bu tomondan katta shkafi bilan, xo'p, bu yoqda gazi, suvi. Xo'p, balandligi bu tomonniki 2,35, bu yoqdagi 260 ga ko'tarib berdik. Xo'p, bu shkafimiz barchaga qiziq. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa oxirigacha tushuntirib beraman buni. Xo'p, shkafdan keyin buni rабочий stol deymiz, rабочий ishlagan joy qilib, chiroq qilib, kengroq joy qilib berdik. Bundan keyin gazga, mana gaz tagida doimiy duxovka, elektrli duxovkaga buni tayinlab foydalansa bo'laveradi. Hop, bu tepasida vitishkalarimiz o'zi chiroyli qilib uyib berganmiz. Tepalarini endi sadiyanaga montaj qilib, GoPro'larni chiqarib beradi. Hop. Bundan keyin ham mana gigiyenaga rioya qilgan holatda mana gaz bilan suvni orasiga joy qo'yib, chiroyli qilib ishlaganini joy qo'yib qo'yganmiz. Bundan keyin suv tepasida doimiydek shushurgamiz. Hali ichida turadigan taqvisli shushurga. Hop, bu yerda mana polkamiz joydan unumli foydalangan holatda 3 etaj variantini qilib berganmiz. Maslaridan tortmamiz ichida o'sha paddon doim hammaga yoqadigan shu ustida turadi. Buni ham bemalol foydalansa bo'laveradi. Tortmalarimiz ham daribchi. Ruchkalarimizdan xudo ishga chiroyli qilib moslab berganmiz. Xo'p, ishimizni azizlar materialga keladigan bo'lsak, materialimiz eshiklari akril material. Xo'p, chekalari rezinli PVC kromkamiz, ash apparatli kromka, korpuslariga dog'i. Xo'p, stolishnicasi rossiyskiy stolishnici. Xo'p, stolishnichalarimizni ranglariga, misol uchun keyin qalinligiga o'zgartirishlar bo'laveradi. Buni muammo joyi yo'q. Xo'p, ishimizni yaqinroq olib kelsak, mana chekalariga shu plyuslarini ham joylab berganmiz. Buni suvdan zashlik qilib, shu suv to'kilganda yoki boshqa qilganda shu orqasi bu yoqqa ketib qolmaydigan holatini qilib. Xo'p, germetikalar buni chiroqqa joylashtirgan. Azizlar, bu ishimizni kafelini ham ichida qilib, o'zimiz yana bu safar ham moslab chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Kafellarimiz ham ishga moslashtirgan holatda. Xo'p, azizlar, hamma yoqda shu shkafimiz ichiga pastki tomonga shu holatda polka, tepa qismida esa ariston. Doimlik aristonimizni katta hajmidan qo'yganiga 80 talik hisobiga shkafimiz balandroq bo'lgan, kengroq, devordan ko'proq ochilgan. Iloji bo'lsa azizlar, buni biz bilan maslahatlashgan holatda qo'ysanglar, buncha balandlikka, keyin bu darajada o'ta yuqoriga qo'yib yuborgan, buni pastroqqa qo'ysa ham bo'laveradi. Shunda sal ish bilan baravarga ketgan holatda qilsak ham bo'laveradi. Xo'p, azizlar, ishimizni ko'rinishi shu bo'ldi. Xo'p, ishimizga endi yana bir narsa shu biz ishimizga qo'shib beradigan doimiy narsalarimiz bonuslar, işte moykasi, mana bunaqa original shushuvkasi bor. Paddon deb qo'yamiz. Bu qoshiq, asha vilka, shunaqa pichoq, kaktus qoladigan narsasi. Galadonda turadi, ustida turadi. Kimgadir shuni oshxona mebellar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qila olasizlar. E'tiborlar uchun rahmat. Telefon nomerlarimizni video ostiga qoldiramiz.